Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar, akalar, ukalar, yaxshimisilar? Hammalarni juma ayyomlaring bilan tabriklayman. Bugun seximizdan bir video olib joylab kanallarimizga deb video olyapman. Xo'p, akalar, kimga gaza blok kerak bo'lsa, seximiz ishlayapti. Bugun jumadan oldik. Xo'p, devor qurmoqchi bo'lganlar, uy qurmoqchi bo'lganlar, uy qursa qana bo'ladi deganlar. Mana o'zimiz seximizni ham shu devor qilib o'rab qo'yganmiz. Keyin o'zimiz uyimizga hop 7 xona uy solganmiz. Qanaqangi bo'ladi, qana uramiz deb qiziqqanlar bo'lsa, uy qurmoqchi bo'lganlar bo'lsa, biron joyda devor bilan o'ramoqchi bo'lganlar bo'lsa, kelib bemalol devorimizni ko'rsalar bo'laveradi. Hop, kesalaring uyimizni ko'rsatamiz. Qana bo'ladi deganlarga. Hop, pishiqligini, narsa qotirsa bo'ladimi, bo'lmaydimi? O'shalarni hammasini kesalaring hisoblab, joylaringga qarab, nechta ketadi, nech pulga tushadi, usta puli nech pul bo'ladi, nima narsalar ketadi, hammasini hisoblab chiqarib beramiz. Shu bizga joyda metri bo'lsa bo'ldi, qolgan hamma narsani hisob kitob qilib chiqarib beramiz. Kelib shu uyda ham ko'rishlar mumkin. Hop, hammaga rahmat. Bizni kuzatib boringlar. Hop, keyingi videoda agar xohlasalaring shu uyimizni obzor qilib, nech xona bo'lgan, qana bo'lgan hammasini tushuntirib beraman. Qancha ketgan, usta puliga nech pul ketgan, nech pul yig'ish ketgan, kilega qancha bo'lgan. Qiziq bo'lsa, albatta video qilib, post qilib joylaymiz.